Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlarga boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi fanning asosiy maqsadi, vazifalari va asosiy tushunchalari haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu fanning asosiy maqsadi zamonaviy boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish, ya'ni o'quvchilarga sifatli ta'lim berishga, ularning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qodir bo'lgan pedagogni tayyorlashdir. Asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasining nazariy asoslarini o'rgatish, o'quvchilarning kasbiy axloqiy qadriyatlarini shakllantirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'rganish va amaliyotda qo'llashga o'rgatish, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olib, darslarni samarali tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantirish. Endi esa asosiy tushunchalarga to'xtalib o'tamiz. Kompetentlik bu faqat bilim emas, balki uni amalda qo'llay olish, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila olish qobiliyatidir. Pedagog mahorat, kasbiy kompetensiya, metodik tayyorgarlik, kommunikativ ko'nikmalar kabi tushunchalar ham faqat fan doirasida muhim o'rin egallaydi. Kompetensiya bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlarning uyg'unligi, ya'ni insonning biror ishni bajarish qobiliyatidir. Xulosa qilib aytganda, bu fan orqali kelajakdagi o'quvchilar nafaqat bilim, balki kasbiy mahorat, amaliy tajriba va zamonaviy yondashuvlarni egallaydilar.